Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bilsin. Dunyo uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim Amerikaning dаңlıq siyosatchilari bilan ko'rishib, uyg'ur masalasini o'ttirib qo'ygan. Dunyo uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i mush oyning 16-kuni Amerika diniy erkinlik komiteti uyushtirgan Xitoyning davlat kontrolidagi diniy e'tiqod haqida guvohlik berib, Xitoyning Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, majburiy emgak sohasidagi jinoyatlari, diniy e'tiqod va Uyg'urlarning insoniy kimligiga qarta yurgizgan tajovuzchiliklarni fosh qilib, Amerika siyosatchilarini Uyg'ur masalasida texim aktiv bo'lishga chaqiriq qilib, sukutiyani bir qatimliq irqiy qirg'inchilikning yo'lini ichib berdi degan. Bu yig'inda Xitoydagi dinning cho'qim xitoychilashtirilishi, irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi turish jinoyati, keng ko'lamli turmaga solash, majburiy g'oyib qilib etish va madaniyat, diniy meroslarni vayron qilib etish qatorliqlar o'tirib qo'yilib, Xitoyning diniy erkinlikni dafsanda qilish masalasi muzokara qilingan va Amerika hukumatiga Xitoydagi diniy e'tiqod erkinligini qo'llash haqidagi tavsiyalarda bo'lingan. Mazkur yig'inda Amerika parlamentining mashhur rahbari Nancy Pelosi, parlament a'zosi Jim McGovern, Xitoy ishlari favqulodda komiteti alayda vakili John Molinar qatorliqlar so'z qilgan bo'lib, Roshan Abbas xonim bu guvohlik berish yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hilim ham davom qilayotganligini, Uyg'ur majburiy emki qatorliqlarni o'ttirib qo'yib o'tgan. And the valuable guests, thank you for this opportunity for me to testify. As it has been said a few times earlier with our representatives, and they are respectful, honorable representation of what's happening to my people today, will define the moral limits of our time. Xitoy Fanlar Akademiyasiga qarashliq tadqiqot o'rni davlat o'lchash markazi hacker hujumiga uchragan bo'lib, buning Xitoyning uchur aloqa, moliya, elektrik bilan ta'minlash, olam qatnashi va davlat o'lchash markazining xizmatiga ta'sir ko'rsatganligi, vaqt o'lchash markazining soat sistemasini palash qilib o'tish ehtimolligining borligi o'ttirib qo'yilgan. Reuters agentligining 19 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy davlat xavfsizlik ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika davlat bexatarlik ministrligiga oid bexatarlik tashkilotining Xitoyning aqliy hisoblash markazi, ya'ni davlat o'lchash markaziga singib kirib, muhim uchurlarni o'g'irlaganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumatining bayonotida bildirilishicha, bu vaqt hisoblash markazi Xitoyning olam qatnashi, Xitoyning o'lchamlik vaqtini hisoblash va e'lon qilish, moliyani elektronlik nazorat qilish va hisoblash qatorliq nurg'un sohaga chetildikan. Amerika 2023 va 2024 yillarida bu markazning ishki tor sistemasiga hujum qo'zg'agan bo'lib, Xitoyning yer yuzini asos qilgan vaqt sistemasiga daxl taruz qilishga uringanligi bayqalgan deyilgan. Davlatlik vaqt hisoblash markazi Xitoy Fanlar Akademiyasiga qarashli tadqiqot o'rni bo'lib, bu o'rinning hacker hujumiga uchrashi Xitoyning uchur aloqa, moliya, elektrik bilan ta'minlash, olam qatnashi va davlat o'lchash markazining xizmatiga ta'sir ko'rsatganligi, vaqt o'lchash markazining soat sistemasini palash qilish ehtimolligining borligi o'ttirib qo'yilgan. Amerika elchixonasi bu to'g'riliq hech qanday inkos qaytarmagan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Xitoy bilan Amerika bir-birini tor hujum bilan ayblashib, har biri qarshi tarafni asosli tor tahdidi deb ko'rsatmoqda. Bu qadimgi ayblashlar Xitoyning oz uchraydigan seyrak to'p eksportini kontrol qilish doirasini kengaytirishi va Amerikaning Xitoy tovarlariga tamojna bejini yanada oshirish haqidagi jiddiy bir vaziyatda o'ttirib qo'yilgan. Türkiye'nin Balıkesir shahrida o'tkazilgan kitob yarmankasida Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning ta'tir tashviqotini qilgan Mehmet Ali Gülerning taklif qilinishi qattiq norozilik uchirgan. Xitoy hukumatining taklifi bilan mustamlik ostidagi vatanimizni ziyorat qilib kelib, Sharq Turkistonda zulm yo'q degan temada Xitoyning ta'tir tashviqotini qilganlik uchun Uyg'ur muhojirati va Turkiyadagi vijdonli xalq tarafidan tanqidga uchirgan Mehmet Ali Gülerning Balıkesir shaharlik hukumat uyushtirgan kitob yarmankasida nutq so'zlashi qattiq norozilik uchirgan. Xitoyning zuvoni bo'lgan jurnalist Mehmet Ali Güler Balıkesir kitob yarmankasida so'z qilish navbati kelganda, Kuvayi Milliya Turk yoshlari tashkilotining bir turkum yoshlari Sharq Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini chiqarishib, Mehmet Ali Güler Turk xalqidan va Uyg'ur xalqidan kechirim so'rash kerak,
Sharq Turkistonda zulm davom qilyapti. Uyg'ur qarindoshlarimiz qirg'inchilik uchrayapti. Bu odamning bu yerda Xitoyning ta'tir tashviqotini qilishi jinoyat, asir Sharq Turkiston deb tovlashib norozilik bildirishgan. Bu yoshlar Mehmet Aliguylarga qarshi uning so'z navbati kelganda, uni Xitoyning tashviqot zuvoni Uyg'ur xalqidan kechirim so'ra deb yoshlar vakili bayonot o'qigan. Bayonotda Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, planliq tug'ut siyosati, tutqunlarning Xitoyning jazo lagerlarida majburiy emgak silinganligini, Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini o'ttirib qo'yganda, Mehmet Aliguylar nomussizlarcha Uyg'urlarning haqliq davosini Amerikaning plani deb haqorat qilgan. Bu yoshlar salondan ayrilgandan keyin kitob yarmankasi o'tkazilgan binoning oldida yig'ilib norozilik namoyishi olib borgan va ezilgan vatan Sharq Turkiston Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti. Sharq Turkistonga hurriyat, biz bu davoni Uyg'urlar hurlikka erishguncha davomlashtiramiz degan shuarlarni tovlashgan. 2017'den beri arkadaşım, 2017'den beri görüşüyorum. Muhammed Emin. 2017'den beri 3 çocuğu ve eşiyle haberleşemiyor. Aranızda hiç Doğu Türkistanlı var mı? Doğu Türkistanlı yok ama Aranızda bir tane biliyor. Bir tane biliyor. Doğu Türkistanlılarla sürekli irtibat içinde olduk ben. Devamlı irtibat içindeyim. 2017'den beri O zaman Amerika'daki Doğu Türkistanlıların şefi Rabia Kadir'e sorun. Çinliler çocuk yapmayı yasakladıysa 6 tane oğlan çocuğunu nasıl doğurmuş bakayım? Amerika'dan da nefret ediyorum, Çin'den de nefret ediyorum. Biz hem kardeş savunuyoruz hem Doğu Türkistan'ı savunuyoruz. Kimse Zaten ki Amerika başkanlıklar ne kadar alçaklarsa aynı şekilde Çin hükümeti o kadar alçak. O kadar değil. Bu vaqadan keyin Türk xalqi ijtimoiy taratqularda g'azab nafratini ifodalab, sizlar taklif qilgan kishining nima deyishi va nimaga vakillik qilganligini o'ylashmamsizlar. Bu odamning nimaga vakillik qilishiga qarmay, uni tanlagan bo'lsanglar, undaqda sizlardimi yomon g'araz bor. Sharq Turkistondagi zulmni inkor qilgan bir shaxsning Türklarning milliy va ma'naviy qimmat qarshiga sodiq bo'lgan Kuvayi Milliyaning poytaxti Balıkesir kitob yarmankasida so'z qilishi hukumatning beparvorlik qilishidir. Balıkesir shaharlik hukumat Sharq Turkistonda davomli turda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilib, Xitoyning tashviqotini qildigan kishini nima deb taklif qiladi degandek inkoslar orqali Balıkesir shaharlik hukumatga noroziligini ifodalashgan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.